Qochinglar! Suvni ko'zdan olib keling. Nima bo'ldi bu yerda? Portlash bo'lgan janob. Yong'in sababini hali ham aniqlay olmadik. Shimoliy qasrda portlaydigan hech narsa yo'q edi. Kimdir bizni chalg'itishga urinyapti. Ammo kimligini bilolmadik. Shunday bo'lishi aniq axir. Qal'a darvozasini berkiting. Shaharga kirib chiqishga hech kimga yo'l qo'ymang. Xuddi shunday janob Destro. Bu yerda kim bor? Iltimos, yordam bering. Menday cholga rahim qiling. Mana bu yerga qarasangiz. Malikam, tezroq ketishimiz kerak. Meni kechiringlar, ammo shunday qilishga majburman. Men albatta qaytaman va Destroni to'xtataman. Ana u, ushlanglar uni. Malikam, tezroq qochishimiz kerak. Ana Malikam. To'xtanglar. Yordam qoch. Malikam, ahvolingiz yaxshimi? Turishingiz kerak hozirroq. Ertak bo'ling. Bu yoqqa. Tezroq Malikam, mana shunday. Shoshilish kerak. Uchib ketishmasin. Ushlanglar uni, tezroq. Qani Ushladim. Iltimos, tezroq hayda. Qo'rqmang Malikam. Ular bizga hech qachon yetib kela olmaydi. Yo'q. Bu nimasi? Qani qayerga keta olarkansan, ko'ramiz. Biz ozodmiz Malikam. Yo'q. Yer yetsin. Bu saltanatimizni halokatga Xavotir olmang Malikam. Mahkamroq ishlang. Bizni silkitadi. Oyijon, dadajon. Iltimos, bizga yordam beringlar. Ana shunda. Bugun ajoyib o'yin bo'ladi. Sababi juda kuchli raqiblar maydonga tushadi. Qani yugurdik. Bugungi mag'lubiyatingdan afsusdaman. Tayyorlan, seni yengaman. Undan oldin taslim bo'laver. Qani Zero, mahoratingni ko'rsat. Dahshatli linza. Zero! Ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l deyapsanmi? Bugungi marraga baribir hammadan birinchi bo'lib yetib keladi. Buni hamma biladi, hatto sen ham. Voy, men qo'rqyapman. Balki shunchaki bu yerda ketarsan. Nimalar deyapsiz? Mana sizlarga. Hey. Voy. Jin. Sen shu yerdamiding? Balki janjallashishni bas qilarsan. Ular bilan kelishib bo'lmaydi. Axir ular bezori-ku. Qani Zero? Ko'rinishingni o'zgartir. Yengildingmi? O'yin hali tugagani yo'q. Mana senga. Zero! Yo'q, Zero! Qani Bugi, Oskar! Zero! Men nega uni Zero deyishingni endi tushundim. Chunki u hech qaysi o'yinda g'alaba qozona olmaydi. Hech qachon bunday bo'lmaydi. Sen atayin o'yin payti boshqalarning jahlini chiqaryapsan. O'yin qoidasini buzyapsan. Jin, sen o'z ishingni qil. Sendan biron maslahat so'raganim yo'q hali. Mark. Xo'p, tushunarli. Bagi, ketdik.
olmay yig'layapsanmi? Hech hamda. Buncha o'zingga katta baho beryapsan, tushunmayapman. Tan ol, men sendan kuchliroqman. Nima? Tan ol, men juda kuchli va tezkorroqman. Meni mazax qilyapsanmi? Rostini aytyapman, tushundingmi? Shunchalik o'zingga ishonar ekansan, nega unda men bilan birlashmading? Qo'rqoq. Qo'ysang-chi. Unda hatto Monkart ham yo'q. Ha, ana bo'lmasa. Hali rostdan ham yo'qmidi? Bu yerdan yaxshisi jo'na. Imkoning bo'lmaguncha qayta ko'rma. Sen bilan birlashishdan mamnun bo'lardim, omadsiz. Jen, jahling chiqyaptimi? Nimaga? Bezorilar ustingdan kulishdi. Senga xuddi hech kimday muomala qilishdi. Nima deysan, ularga javob qaytarish vaqti kelmadimikin? Janjallashishga arziydigan holat emas bu. Bilasan, hali kech emas, lekin nega shoshilmaysan? Maxluqlarga nazar sol, ularni poygada yenga olasan. Bularda nimadir yetishmayapti. Nima? Sen va maxluqlarni bog'lab turadigan kuchli aloqa, ichki bog'liqlik kerak. Men o'shani aytyapman. Sen uni faqat bir marta uchratishing mumkin. Nimani nazarda tutding? Bu gaping bilan bu maxluqchalar seni kelajaging uchun mos emas demoqchimisan? Men o'zimni hali eng mos sherigimni topaman va u bilan Oy Kubigi Grand Prisni qo'lga kiritaman. Keyin xuddi Ritser Destroday hammani hayratda qoldiraman. Ha, menimcha sen adashyapsan, Jin. Juda ham ko'p narsa xohlab yubormayapsanmi? Siz men tomondasiz deb o'ylabman. Ha, men yoshligimda hammani hayratda qoldirishni xohlardim. Ritser bo'lishing uchun juda ko'p narsani bilishing kerak. G'ildiraklardan tortib ferma uskunalarigacha. Xullas, ish ko'p, maxluqchalarni to'ylar. Balki bu imkoni yo'qdek tuyular, lekin men haqiqatdan ham tanlagan yo'limdan borishni xohlayman. Men nimani xohlashimni yaxshi bilaman va men eng ajoyib Ritser bo'laman. Malikam, qarang. Biz Latuna shahriga yetib kelganga o'xshaymiz. Demak, bu o'sha mashhur janob Kayt yashaydigan joymi? Ha, undan tashqari u afsonaviy Ritser ham. Ishonamanki, u bizga yordam beradi. Qani ketdik, borishimiz kerak. Oh. Mana, xuddi yap-yangidek. Barakalla. Yangisidan ham ajoyib qilibsan. Yasha. Albatta shunday. Jen, kecha divanim sinib qoldi, uni tuzatib bera olasanmi? Albatta qila olaman. Balki keyin bir finjon qahva icharmiz. Nima deding? Rostdanmi? Albatta roziman. Ajoyib bo'ladi. Menga ishonishing mumkin. Jen, sovrin haqida unutganga o'xshaysan, balki dadamning aytganlarini qabul qilishing kerakdir, a? Nima? Menimcha sen menga turmushga chiqishni istayapsan. Aqldan ozganmisan? Men hech ham buni nazarda tutmadim. Oilang yo'qligi uchun shu shaharda qolib ketishing mumkin edi. Senga rahmim kelganda xolos. Ha, bilaman. Shunchaki hazillashdim. U haqida hech qachon eshitmaganman. Ammo u shu yerda yashash haqida turli mishmishlar bor. Bu seni tasavvuringda. Vah. Meni shu yerda kutib turing, Malikam. Men hozir so'rab kelaman. Albatta. Salom. Kechirasiz, siz bilmaysizmi? Oy, buncha chiroyli bo'lmasa. To'xta, qizaloq. Olma qarzga berilmaydi. Bilmagandim, uzr. Ammo menda pul yo'q. Bilasizmi, shu bilan to'lasam bo'ladimi? Albatta yo'q. Chunki bu juda ham ko'p-ku. Xo'sh, unday bo'lsa buni men olib qolay. Qanday chiroyli bilak uzuk. Omadli kun bo'ldi. Buni o'zim bilan olib ketsam yanada yaxshiroq bo'ladi. Sizlar o'g'irlik qilyapsiz. Qizaloq, o'zingni bos. Boshqa taqinchog'ing yo'qmidi? Bas, yetar. Meni tinch qo'yinglar. Agar unday qilmasang-chi, nima qila Bu yerda olasan? nima bo'lyapti? Qo'yib yuboring. Jim, meni kut. Bo'ldi, yetar. Nima? Yana senmi? Ritser yordamga tayyor. Qizni qo'yib yuboringlar. Sen menga aytyapsanmi? Qani mahoratingni ko'rsat. To'xta, zo'ravonlik qilish niyatim yo'q. Qochdik. Tuzukmisan? Oy, dilim. To'xta. Yaramaslar.